alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Namangan shahar Loladagi obyektimizga kelganmiz. Bu yerda tiyaga ishlarini yakunladik. Bu yerda qilib bergan ishlarimiz tiyaga ramkalarni qilib berdik, plastrlarni qilib berganmiz. Hattoki alkafondagi karniz ishlarini ham qilib berganmiz. Etash tarafga yechim qilganmiz. Karnizlarda 3 bu chekkacha polni nol holatda karniz qilib berganmiz. Bu yerga eshik derazaga nalishliklarni qilib berganmiz. Demak, tosh forma qilib zakaz qilganmiz. Nalishliklarni bundoq splashnoy bo'lib, polni atashenta bo'ladi. Xudoxolsa bu yerga ramka qilib berganmiz. Ramkaning ichiga Leonardoda xudoxolsa faktura dekorativni ramkalar qilib o'xshatib beramiz. Chiroqligacha ilib beramiz. Tiyaga ishlarga kelsak, tiyaga ishlari juda chiroyli, sifatli, asl lepka jamoasiga aytganmiz. O'zbekiston bo'yicha xizmatli dastavkalari bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Fasad Namangan jamoasi doim xizmatda.